Assalomu alaykum ustozlar. Demak, navbatdagi masalamiz Python dasturlash tilida yozilgan dastur kodi ekan. Bu yerda dastur qanday holatda ishlaydi, demak, kelar to'xtalib o'tamiz. Masalada en o'zgaruvchiga ketma-ket 3 ta son qiymat, ya'ni 3 ta son qiymat berilibdi ekan. Birinchi qiymat, ikkinchi qiymat va uchinchi qiymatni z deb hisoblayapti va natijani mana bunday holatda chiqaribdi. Y, n, y qiymatlarini olibdi. Endi quyida berilgan mana bu savollarda javoblardan qaysi biri shunga mos keladi deyapti. Ya'ni x qiymati necha, y qiymati necha, z qiymati necha degan savolni qo'yapti. Endi dastur tahlil qiladigan bo'lsak, qaranglar. Dastur natijasida bizga birinchi holatda mana bu chiqish kerak ekan. Ikkinchi holatda mana bu chiqish kerak ekan va yana uchinchi holatda yana o'zi chiqish kerak ekan. Ya'ni y, n, y degan javobni qaytaribdi. Kelar endi buni tahlil qilamiz. Bu yerda nimalar ishlayapti? Demak, cycle bor ekan, for va shartni tekshirish bor ekan. Bu yerda if bilan beryapti va mana bu yerga sizlarning e'tiborlaringizni qaratishni xohlardim. Mana bu narsa. Ya'ni kiritilgan qiymatni, mana bu qiymatlardan qaysi birini i ga bo'lganda, i ni qaranglar, dastlabki qiymati necha bo'lyapti? 2 va q ni qiymatini topgandan keyin q'imiz masalan ildizdan chiqadi. Ildizdan chiqqanda qanaqadir son javoblarga e'tibor bersalaring 15, 16, 17, 23. Demak, bular katta ehtimol bilan butun qismini olganda 4 chiqadi. Q'imizdan 4 chiqqandan keyin bu takrorlash tanasi 2 dan 5 gacha bo'ladi. 2 dan 5 gacha, ya'ni 2, 3, 4 holatda bo'ladigan bo'lsa, bu i ni qiymatlari, ya'ni i ni qiymatlari bo'lgandan keyin biz kiritgan endi shunga bo'lib qoldig'ini hisoblaydi. Agar qoldig'ini hisoblaganda qoldig'i 0 ga teng chiqib qolsa, chekka nimani o'zlashtiradi? Rostni o'zlashtiradi. Rostni o'zlashtirgandan keyin bizda mana bu chiqib qoladi. Demak, bizda bo'luvchilari 2, 3, 4 ga bo'linadigan sonlar bo'lmasligi kerak. Ya'ni bu nimani beradi deydigan bo'lsalaring, boshqacha qilib aytganda, birinchi kiritadigan qiymatimiz tub son bo'lishi kerak. Tub son bo'lganda u 2 ga ham, 3 ga ham, 4 ga ham bo'linmaydi. Demak, ko'ramiz. 3 ga birinchi mana bu 15 ekan, bunga qaramaymiz, chunki bu 3 ga bo'linadi. 16 4 ga ham bo'linadi, 3 ga ham bo'linadi. Shuning uchun 2 ga ham bo'linadi, kechirasizlar. Bunga ham qaramaymiz. 17 tub son va 23 tub son. Tushunarli bo'ldi. Keyingi qiladigan ishimiz ikkinchisi. Ikkinchisi endi e'tibor bersalaring, deyarli hammasida n chiqqandan keyin bu shartni bajarish kerak va mana bunga o'tish kerak. Demak, o'z-o'zidan bu nima bo'lish kerak? Tub son bo'lmasligi kerak. Tub son bo'lmagandan keyin mana bunda 35 beryapti, bunda 27 beryapti. Demak, bu qanotlantiradi. Uchinchi holatda u yana nima qilish kerak? Tub son chiqish kerak. Tekshiramiz javoblarda qaysi birida tub son bor. Mana bizda 2 ta javob qolgan edi. Demak, 39 tub son emas. Chunki bu 3 ga bo'linadi. Shuning uchun mana 41 javob hisoblanadi. Mana shunday holatda javobga tez o'tishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'lasizlar.